Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda olib keldik. Xudo xolasa 5 ta eshik, 3 ta rom olib keldik. Bunimiz Andijon viloyati Sharxonga olib kelib o'rnatdi, Sharxonga mana. O'zi ham lola fason bo'ldi. Eshiklarimiz mana Xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Lola fason. Zamonlar ham o'ta ideal darajada zo'rdan qo'yib berdik, Xudo xolasa kesaklarni ham baquvvat qilib, o'zdan qilib, Xudo xolasa kanallarni ham chiroyli qilib berdik. O'nli bo'ldi mana. Oshmoshlarni to'tadan qilib berdik. Bular razmerlari 1.20 ga bo'y 2.50 eshiklar. Romlarimiz 1.5 ga 1.50 ga bo'yi 1.65 romlar, Xudo xolasa. Mana ko'rishlari mumkin, hammasini Xudo xolasa mana. Mana bir qanot eshigimiz, chekadagisi ham ochiladi. Mana Xudo xolasa. Yopishlarni ham ko'rib olasizlar mana. Xudo xolasa ideal darajada bo'lgan mana. Ma'lumot o'tirishiga o'xshaydi mana. Xudo xolasa o'zi ham ochiladi mana. Kichkinasi ham mana. Kesaklar tiraslangan. Mana dabu anaqalar qo'yilgan mana. Padg'oniylar qo'yilgan mana hammasi. Xudo xolasa ideal darajada bo'lgan mana. Kesaklar ham buralib ketmaydi-da, Xudo xolasa chiroyli qilib turib oladi. Behijolat hamma yo'q. Ishonchlik, kafolatlik mana hamma yo'q. Boshning bo'lgan. Ha, mana ishlardan. O'ta zo'r bo'lgan, sifatli, Xudo xolasa sifat, Xudo xolasa birinchi o'rinda bo'ladi bizga. Shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, murojaat qila olsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab olib beramiz. Nomerimiz 91 487 0033. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiy bo'ylab olib o'rnatamiz. Kelishilgan holda yoqqa o'rnatib bera olamiz. Hammalarga rahmat, shillar bitta kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska, bitta like bermaydi. Hammalarga rahmat, shukr.